Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bizlar bugun o'tgan dars mavzusi eng cho'ng umum bo'lgichi, eng kichik ummaslik, o'zaro oddiy sonlar. Endi darsni tushunmasdan burun mundaq narsani esimizga olaylik. Bo'lgichi va hasslik. Alt sonning hassliklarini topaylik. Mana o'zinglar ko'rib turgandek, alt son hassliklari u 6, 12, 18, 24, 30 va boshqa. Yani alt sonun bölgüçleri bolsa 1, 2, 3, 6. Bu şeyde nim tushungan bo'ldi. Hasslik deb shu sondan boshlanib va u sondan cho'ngroq sonlarni aytishga bo'ldi. Endi bölgüçi deb mush son bilan oyoqlashadigan birdan boshlangan barliq bölgüçleri deb aytishga bo'ldi. Ondan sonra ismini tushungan bo'lsanglar, endi eng kichik ummaslik degan nima? Eng kichik ummaslik deganimiz berilgan sonliq qatorining har birisiga hasslik bo'ladigan. Her birisi mesela bir son bo'lsin, ikki son bo'lsin, uch son bo'lsin, endi bu yerda kam degan ikki son berildi. Shu ikkilisiga hasslik bo'ladigan sonni aytamiz. Masalanga 3 bilan 4 ni alaylik. 3 bilan 4 ni alsak, eng kichik ummaslik 12. Nimishga 12 3 kimi 4 kimi hasslik bo'lalaydi. Uni yoki mundaq yozdi. Mana o'zinglar ko'rayotgandek eng kichik ummaslik 3 bilan 4 ga 12. 12 3 kümmeslik bo'laydi, 12 4 kümme hasslik bo'laydi. Endi kelesi mundaq sonlarni qarashtiraylik. 6 ve 8. 6 son bilan 8 soni qandaq son hasslik bo'laydi? Uning uchun mush ikki sonni eng cho'ngini aniqlaymiz. Eng cho'ngi 8. O'zinglar ko'rib turgandek mana 8. Mush 8 ning hassligini topma. 8 ning birinchi hassligi u 8. 8 6 ga bo'linadi? Yo'q. Kile 8 ning kelesi hassligi u 16. Yoki 8 7 2 16. 16 6 ga hasslik bo'lamdi yoki 6 ga bo'linamdi? Yo'q. Endi 8 ni 3 ko'paytma. 24. 24 6 ga hasslik bo'lamdi yoki 24 6 ga bo'linamdi? Bo'lindi. Demak javob qancha bo'ldi? Javobi 24. Demak eng kichik ummaslik 6 ve 8 sonlariga 24. Kelesi qarashtirgan sonlarimiz 2, 5, 10. Buların içindeki en çoğu 10. En çoğu 10. Endi men 10 sani 5 keslik bo'lamdi. Yoki 10 5 ga bo'linamdi? Bo'lindi. 10 2 ga bo'linamdi yoki keslik bo'lamdi? Bo'ldi. Demak javobi 10. 10 10 ga maslik, 10 5 ga maslik, 10 2 ga maslik. Demak en kichik maslik 2, 5, 10 sonlarga javobi 10. Kelesi mundaq sonlarni qarashtiraylik. Mundaq sonlar 20, 10, 15. Mushu sonlarni ichida mush sonlar qatori uchun eng kichik ummaslik tepish kerak. Men uni qanday topaman? Eng cho'ng qancha bizda? 20. Mush 20 10 ga hasslik bo'ldi, biroq 20 15 ga hasslik bo'lamaydi yoki 20 15 ga bo'linmaydi. 20 ni 2 ko'paytma. 20 2 ko'paytsam 40, 40 10 ga bo'lindi, 40 15 ga bo'linmaydi. Endi 20 ni 3 ko'paytma. 60, 60 10 ga bo'lindi, 60 15 ga bo'lindi. Demak javob qancha bo'ldi? 60. Demak eng kichik ummasliklarni topdik. Endi mushu sonlar uchun Mush berilgan sonlar uchun eng cho'ng um bo'lgichini topaylikchi. Mana o'xshash bo'lsin deb ikki liqti birdek sonlarni oldim. Eng kichik ummaslikni olgan sonlarni eng cho'ng um bo'lgichiga oldim. Endi 3 bilan 4 ni eng cho'ng um bo'lgichini topaylik. Oldi bilan eng cho'ng umum bo'lgichi degan nima? Eng cho'ng umum bo'lgichi deb berilgan sonlar qatori uchun har birisiga bo'lingichi bo'lgan eng cho'ng sonni aytamiz. Demak, misal qarashda 3 bilan 4 ga eng cho'ng bo'lgichi. Biz eng kichik ummaslik topgan vaqtda eng cho'ng sonni olgan tursa 8 ni oldik, bu yerda 10 ni oldik, bu yerda 20 ni oldik. Endi eng cho'ng bo'lgichi topgan vaqtida sonlar qatorining eng kichigini aniqlaymiz. Bu eng kichik qaysi? 3. 3 sonning bo'lgichini ataylik. U qaynoq sonlar bolalar. Sizlar bilsa 3 sonning bo'lgichisi 1 bilan 3. Durustmi? 1 ve 3. Endi endi aytamiz. Kichigidan boshlaymiz. 1 4 ga bo'lgichi bo'lalamdi? Bo'laydi. Biz buni galch qo'yib qo'yay. Endi 3 4 ga bo'lgichi bo'lalamdi? Yo'q, bo'lamaydi. Demak eng cho'ng qaysi? 1. Demak javobi nima bo'ldi? Eng cho'ng bo'lgichi 1. Kelesi eng cho'ng bo'lgichi 6 bilan 8. Kichigroq qaysi bizda? 6. 6 ning bo'lgichisi 1 2 3 6. Endi 6 8 ga bo'lgichi bo'lalamdi? Yo'q.
siz aytma. 3 8'ga bölgüç bo'lamdi? Yo'q, siz aytma. 2 8'ga bölgüç bo'lamdi? Ha. Demak javob nima? 2 bo'ldi. Kelasi eng cho'ng bölgüçü 2 5 10. Eng kichik qaysi? 2. 2 ni bölgüçleri 1 2. Endi bunu 2 ni so'rayman. 10 2'ga bölük 2 10'ga bölükçü bo'lamdi? Ha, bo'ldi. Endi 2 5'ga bölükçü bo'lamdi? Yo'q. 2 5'ga bölükçü bo'lmaydi. Yoki 5 2'ga ham qilmaydi, bo'linmaydi. Demak, ikkinchi saytma bir har qanday son uchun bölükçü bo'lmaydi. Endi eng cho'ng bölgüçü 20 10 15. Bu yerda eng kichik son qaysi? 10. 10'ning bölgüçleri 1 2 5 10. Çoğunun başlayıyor. 10 15'ga bölgüçü bo'lamdi? Yo'q. 10 20 bölgüçü bo'laydi, biroq 15'ga bo'linemedi. Bu yerda har birisiga bölgüçü bo'lish kerak. Demak 10 bo'lamaydi. Kelasi 5. 5 15'ga bölgüçü bo'lamdi? Bo'laydi. 5 20 bölgüçü bo'lamdi? Bo'laydi. Demak javob qaysi? 20. То есть 5 kechirsizlar. 5. Demak, bergan son qatorida eng cho'ng bölgüçüsü 5. Kelasi endi mundaq misolni qarashtiraylik. Bizga mundaq sonlar qatori berilsin. 2 ning kvadrati ko'ryapsizlar bolalar. 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ve kelasi son 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 7. Mush sonlar uchun eng kichik umaslik ve eng cho'ng bölgüch topaylik. Aldı bilan eng kichik umaslikni qanday topamiz? Onun uchun mundaq siziqlarni chizib olamiz. Mana mundaq siziqlarni chizib bo'lgandan keyin mush sonini o'rlashtiramiz. 2 ning kvadrati deganimiz 2 ning qancha tal? 2 talini yozamiz. Durustmi? Ko'paytirilgan 3 meyazma, ko'paytirilgan 5 bu yerga yozman. Endi kelasi ostiga kelasan 2, 2 ni udliq keldi. 3 bo'lsa 3 ni udliq keldi. 3 ni qancha tal? 2 tal. Kelasi 3 ni bu yoqqa yozib qo'yay. Kelasi 7 ni bu yoqqa yozay. Shuni aslini sizaymi? Barliq sonni ostiga tushirma. 2 2 3 5 3 7. Mushu turgan barliq sonni ko'paytma. Okey sizlar, mana shu vaqtda barliq sonni biz ko'paytsak, mandaq 1260 degan sonni nima qilmamizga olmamizga. Endi bu yerda etib ketadigan narsa, masalan 2 ning kvadrati mayli 2 ning kubi bo'lsin. 2 ning kvadrati degimiz 2 ni 2 tal. 1 2 deb 2 tal 2 yozamiz. 3 tal 2 bo'lsa kelasi yozamiz. Kelasi sonni davomlashtirib yozamiz. Endi ikkinchi sonni-chi. Ikkinchi son 2 dan 1 tal. Ostiga yozamiz. Kelasi o'rin bo'sh qolib qoldi. Agar 2 ni 3 tal bo'lgan bo'lsa, 2 ni kub bo'lsa, bu yerga 2 yozadik, bu yerga 2 yozadik. Anki kelasi sonlarni qildik, davomlashtirgani bo'ladi. 2 tal 2 bu yerga yozdik, kelasi patmagan 2 ni oxirgi yozganim bo'ldi. Endi mundaq sonlar uchun, mushu berilgan sonlar uchun eng cho'ng bölgüchni topaylik. Eng cho'ng bölgüchni topganda, boyaq bizning sig'inimizni ib kelamiz. Mana sig'inimiz. Endi mushu yerda umumiy yoki har ikkil sonlar qatorida uchrashayotgan sonlar qaysilar? U 2 mana ham yerda 2 bor, ham yerda 3 bor, durustmi? To'ldi buni. Bu yechekimiz aytaylik. Demak, mushu 2 bilan 3, 2 sonlari va 3 sonlari. Demak, oxiri yozma 2 ko'paytirilgan 3 teng 6. Demak, berilgan sonlar qatori uchun eng cho'ng bölgüchi 6. Hurmatli bolalar, bu mening tushirayotgan videolarim dastlabkisi. Sizlardan har qanday takliflar, zamechaniyalar bo'lsa, aytaveringlar. Men ularni albatta kelasi videolarda tuzab, sizlarga texnik yaxshi tushuntirishga tirishaman. Barlig'ingizga ko'pdan ko'p rahmat.